Yerga chizilgan rasm. Rivoyat. Sulton Husayn Boyqaro navkarlari bilan ovga yo'l olibdi. Hirot shahridan chiqib, sayhonlikdan o'tib ketayotganlarida oldindagi qo'riqchi navkarlar nogoh to'xtab qolishibdi. Ulardan biri yerga ishora qilib debdi: "Oliy hazrat, bu suratni qarang." Podshoh ot surib kelib, navkar ko'rsatgan joyga qarabdi. U yerda pahlavon Rustam dostonining surati aks ettirilgan edi. Hamma suratga tikilib qolibdi. "Qanday nazokat ila chizilgan bu surat? Musavvirni topmoq kerak", debdi Husayn Boyqaro. Ovga chiqqanlar orasida Kamoliddin Behzodning ustozi Mavlono Mirak Naqqosh ham bor ekan. "Oliy hazrat", debdi u podshohga ta'zim qilib, "fikrimcha, bu suratni 12 yoshli Kamoliddin Behzod chizgan ko'rinadi. Undan boshqa biror mo'yqalam sohibi bu kabi chizolmaydi." Kamoliddin Behzod iste'dodli yigit ekan. Yaqinda Alisher Navoiy bu yigitchaning mashqlaridan ko'p mamnun bo'lib, o'z suhbatiga chaqirdi. Menga odam jo'natib, Kamoliddin Behzodni o'z kutubxonasiga xizmatga olishni bildirdi, dedi Mirak Naqqosh Alisher Navoiyga minnatdor boqib. "Do'stim, xayrli ish qilibsiz. Saltanatimizda bu yosh iste'dod sohibi ulug' bir musavvir bo'lib kamol topgay", dedi Husayn Boyqaro do'sti Alisherbekka. Saroy ahli yerga chizilgan suratni aylanib o'tib yo'lga tushdilar.